Selam dostlar, benim ismim Görkem. Bugün biz almordan pirog жасаймыз. Oşun bizga kerak almor, smetana, qant, qo'shiqqish, un және may. Biz mayni yetdik, endi qaymoq qosamiz. Endi unga qo'shitamiz. Endi qamir жасаймыз. Aşıqlar nelikten bozulmay degen Düşüngenim makabat osunday megen Qamir dayım bo'ldi. Endi qantni qo'shamiz yumurtqa. Endi qamirimizni yayamiz. Endi yumurta solamiz. Endi yumurta yag'amiz. Endi pirogni peshga qo'yamiz. Dostlar, bizim pirogimiz tayyor. Men oylayman ama sonlar udagana Silaymun kundirim